Assalomu alaykum, tuzimizlar, charchamayapsizlarmi? Kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Biz ishga chiqib olganmiz. Bugun yakshanba va biz oilaviy ishda biz. O'g'lim ham bugun bog'chaga bormagan. Kichkinamizga mana Maysara opa qaryaptilar. Ibrohimjon uyligida maza qilib o'chib yuribdi. Amam bo'lsa mana shunaqa chiroyli ko'ylaklarni kiyib olib, sizlarga obzor qilaman. Qayli do'konga qanaqa chiroyli ko'ylak kelibdi. Voy, vashi narxi ham zo'r ekan qizlar. Dunyo shop profiliga o'tsanglar, tovarlarni bitta obzorlarini qilamiz. Yengillar kelibdi. Yengillar narxlari 149 mingdan. Sezon bob tovarlar 149 mingdan. Vobshe menga yoqdi qizlar. Narxi ham yoqdi, tovarlarning o'zi ham yoqdi, tovarlarning rasvetkalari ham zo'r. 149 mingga vobshe zo'r tovarlar kelgan. Profillariga o'tinglar, men sizlarga atmetka qilib beraman. Yengillarni sizlar uchun birin-ketin obzor qilamiz, foydalanib qoling. Lekin mana bu dvoyka ham rosa chiroyli ekan, qaranglar. Naqshlari ham asal. Mana anaqa belbog'ini olib qo'ysanglar ham bo'ladi. Chiroyli, ranglari